Assalomu alaykum azizlarim. Biza bugun Eko Shoppingdamiz. Eko Shoppingga kelaverishni tushuntiradigan bo'lsak, eng bu tarafimiz yana gipermarket, Tomaris Nur gipermarket hisoblanadi. Bu tarafimiz yana 9 etaj. Yine shu giper tarafdagi eshikdan kirib boraverishimizda, shu aynali eshikdan kiramiz. Shu yerda 248-magazin Malika bolalar kiyimlari magazinini. Yine şu eshikdan girib boraverishlaringizda o'ng tomonlaringizga salgina qiya girib borasizlar. Yine shu yerda tabloga ko'zlaringiz tushadi. Malika bolalar kiyim do'koni 248-do'konda. Yine bir de eskalator bo'ladi. Eskalatorning yonboshi bilan to'g'ri yurib boraverasizlar keyin. Shunda to'g'ri yurib borsangiz, o'ng tomoni birinchi emas, ikkinchi aylanma bo'ladi. Yine chap tomonlaringizni qarasangiz yuqoridan maketi turibdi. Xivani maketi. Shuni ham ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Yine shu yerdan bunda birinchi aylanma, keyingisi esa ikkinchi aylanma bo'ladi. Yine şurada ikinci aylanmanın doğrusundan tabloları duruptu yine. Malika bolalar kiyim do'konida. Yine o'ng taraf aylanganlarımızdan keyin birinchi emas, ikkinchi do'kon bo'ladi. Yuqorisidan yine yozib qo'yibdilar. Malika bolalar kiyim do'konida. Yine şuradagi detskiy kiyimlarni hozir sizlar bilan birgalikda hammasini tan narxlari bilan danışıp chiqamiz. Shirinda shakar bolajonlarimiz uchun 248-magazinda Malika bolalar kiyim do'koni bo'ladi. Bu yerda yine ko'radigan bo'lsangiz, troykalar bolajonlarimiz uchun qaranglar, hibi brend issilatmaydi. Ina shuni issilaradim ajoyib. 150 ming so'mdan bo'ladi shu turishi. Keyin qizlarimiz uchun bam Perkin original ko'ylak hisoblanadi. Bam shu turishi 100 ming so'mdan. Endi sizlarga sal arzonroq narsa kerak deydigan bo'lsangiz, endi bu yon tarafda arzonroq kiyim-kechaklarimizdan boshlayman. Yine bir de yine kichkina qizaloqlarimiz uchun Muslim tovaridan 30 ming so'mdan bo'ladi. Bularning razmerlari 2-3 yoshdan bo'ladi. Bir de esa 40 ming so'mdan qaranglar, hibi ko'ynaklari, kurjvalari bilan xuddi ulularni ko'ynaki deb qo'shayotib ishlangan. Bularni ko'radigan bo'lsangiz, bular esa 40 ming so'mdan bo'ladi. Yuqorida bular poplin tovar ko'ynak shortkan bor mana. Qo'lim yetmaydi. Yine arkasında shortkan bor. Keyin bu yerda abadokan bor. Bularning hammasi komplekt 33 ming so'mdan qaranglar qizlarjonlar. Budim super tekin narx desada ham bo'ladi. Bularning har xil ranglarini ko'rishingiz mumkin. Yine xohlasangiz oq, xohlasangiz sariq rangdagilarini ko'rishlaringiz mumkin. Keyin eng yuqorida futbolka shortiklarimiz bo'ladi ekan. Ular ham 40 ming so'mdan. Materialına gap yo'q lekin. Dim ajoyib, haqiqiy Pekin original narsalarimiz hisoblanadi. Bu yerda endi kichkina qizaloqlarimizni xuddi qo'g'irchoqdek qilib qo'yish uchun chiroyli gelin ko'ylaklarimiz bor. Bular narxlarini qaranglar. 90 ming so'm, 90 ming so'm. Inoba esa 110 ming so'mdan bo'ladi. Ko'rdingizlarmi qizlar? Keyin bu yon tomonimizga ko'radigan bo'lsak endi 30 ming so'mdan maykali shortik o'g'il bolalarimiz uchun M&M's. Unam shortik ham ajoyib hibi materialdan ustam. Keyin yana bir de futbolka shortiklarimiz bor 50 ming so'mdan Mickey Mouse'li. Bir de qizaloqlarimiz uchun ko'ynakli shortikchani qaranglar. Ko'ynakli shortikchani o'zi birgalikda 35 ming so'mdan. Bam to 1,5-2 yoshdan bo'ladigan qizaloqlarimiz uchun razmeri to'g'ri keladi. Keyin bu ko'ynaklarimizni ko'radigan bo'lsak, xuddi kattalara o'xshab, yine kuylagi hamda lozimi bilan birgalikda atigi 40 ming so'm. Bularni ham har xil rasvetkalarini o'zlaringiz saylab, ko'rib olaverasizlar. Keyin bu yon tomonni davom etadigan bo'lsak, bu yon tomonimizda yine kачествоsi biroz yaxshiroq hamda ulug'roq bolalar uchun bo'ladigan nimamizni futbolka shortikimizni ko'radigan bo'lsak, bularni
bize 100 ming so'mdan berib turibmiz. Ularni razmerlari ta 8, 7, 8, 9 yoshlardan bo'ladi. Keyin pastında sumkachalik o'ynaklarimizni ko'radigan bo'lsangizlar, qaranglar ne degan xo'shray, nijniy. Balaların, qizaloqlaringiz kurcaktin bo'lib turaveradi. 95 ming so'm atigi. Yana bu yerda esa 115 ming so'mdan kofta bilan yubkachasini qaranglar, ichki xo'shray. Bularni 115 ming so'mdan beradilar. Yine bu nimani kichkinaroq razmerdagi go'ynakchalari, sumkachalini, bu mina 95 ming so'm. Keyin bu yerda dvoyka bo'ladi. Bularni 50 ming so'mdan atigi. Yuqoridagi troykalarni oladigan bo'lsak, jinsi troykalarning kostyumi bor, futbolkasi bor, chaluri bor. Xohlasangiz hozirgi kunda futbolkasi bilan chalurini giyishlaringiz ham mumkin. Keyinchalik esa kostyumini giyishlaringiz mumkin. Bu ham 140 ming so'mdan troyka. Jinsi shortki bilan poloska finkamizni ko'radigan bo'lsak, bular ham 140 ming so'mdan. Pastdagisi esa 50 ming so'mdan. Futbolka bilan yana içinde keltadan shortikchasi bilan birgalikda. Keyin buni tagida sportivkalarimiz bor. Chiroyli qizaloqlarimiz uchun qaranglar. Yana sportivkasini ko'ringlar. Buni qalingina variantda, endi eldimiz hadami salqin boshlanadi. Qalin variantda 210 ming so'mdan bo'ladi. Futbolkasi, jileti, chaluri bilan birgalikda atigi 110 ming so'mdan. Bularni ham ta 5-6 yoshdan bo'ladiganlarini, baqcha yoshidagilari bemalol baqchasına kurtoy bala atib, giyzib yaraversangiz bo'ladi. Keyin bunda esa 130 ming so'mdan troykalar. Materialini ko'ringlar mana. Yama ajoyib materiali, hibi. Balajonlarimiz uchun juda ham mos bo'lgan hibi variantdagi troykalarimiz. Bular 130 ming so'mdan. Futbolkamiz bilan uzun sportivniy nimasi pasti. Shu bilan birgalikda bularni 100 ming so'mdan Loro Piano'ni olishlaringiz mumkin. Bu yerda içinde mayichkasi, ustunda rubashkasi bilan birgalikda tovarini ajoyibligini qaranglar mana. 150 ming so'mdan. Yuqoridagi rubashkani o'zi, bu qalin variantdagisi, mayichkasi ham bor uning ichida. 115 ming so'mdan bo'ladi. Hadamina maktab sezoni boshlanadi. Bu qizlajonlarimiz uchun 1-sinfdan to 4-sinfdan Inayshinin original Pekin koftasi hamda yubkasi bilan birgalikda 180 ming so'm xarid qilishlaringiz mumkin. Bemalol yuvib, siqib giyzaverasizlar. Hadami maktabda shu yo chiziq keladilar, yo kiratik keladilar bolajonlarimiz bemalol chidab beradi. Endi bu yuqoridagi qaranglar, keling go'ynakimizga. Qaranglar, buni ichida o'bircham bor. Buna alohida o'birish sotib olib o'tirishlaringiz shart emas. 130 ming so'mdan. Ustunda yana nakidkalari bilan, ina bularimiz esa qo'l ishi. Qaranglar, nijniy, akkuratniy tikilgan. Atigi 130 ming so'm. Boshqa joylarda men bunning 130 ming so'mdan bunning go'ynakni ko'rmaganman. Bumuz esa yonindagisi, evda buni nakidkasiz, qo'llari kapron bilan ishlanganini, buni esa 150 ming so'mdan. Buni mina ko'rib tursizlar, bam o'brichi o'zini ichida bo'ladi. Yuqorida dvoykalarimiz bor, ichida mayichkasi, ustunda koftasi. Bu ta 14 yoshdan 7 yoshdan 14 yoshdan bo'ladigan bolalar uchun, qizlarimiz uchun 110 ming so'mdan. Yanındagisi ham xuddi shunday 110 ming so'mdan. Unda rozovisini ham yana ul razmerini eldan ko'p-ko'pdilar. Bam shu bahoda 110 ming, 110 ming. Buni materiallarına gap yo'q. Keyin yon tarafda futbolkalarimiz o'zi bor. Har xil, chiroyli Dior deb yozilgan, chiroyli munchiqlar bilan ishlangan, bantikchalar bilan ishlangan bu koftalarimiz hammasi 80 ming. Ina bu Diorimiz ham 50 ming ekan bu. Bam 50 ming so'm. Ina bu troyka bo'ladi ekan. Troykamiz 150 ming so'mdan. Bu esa sportivniy variantda. Ularni maktab uchun, sport darslari uchun bemalol xarid qilib berishlaringiz mumkin bu qizlaringiz uchun. Buni bahosi ham 180 ming, 120 ming so'm ekan. 120 ming so'm, uzr, adashib ketdim.
Yana bu yanındagi bardovu ise ham 120 ming so'mdan bo'ladi ekan. Keyin pastda qizlarimiz uchun podrastkoviy qizlara ham mos bu narsa. Podrastkoviy kiyimlarni topish hozirgi kunda juda ham qiyin bo'lib turadi. Yana bu yerda podrastkoviy ko'ylaklarimiz ham bor ekan. 150 ming so'mdan material ajoyib. Yenglarini ko'ringlar, fanarik. O'zini munjiqchasam, bodak qo'yinmi, sepchikasam. Keyin buni yanında üstünde nakitkali göyneklerimiz ham bor ekan. Bam 150 ming so'm. Bam podrastkoviy razmerdagi qizlarimiz uchun ham bor arkasında yine. Har xil razmerlarda topishlaringiz mumkin. 170 ming so'mdan вечерний variantdagisini 170 ming so'mdan xarid qilishlaringiz mumkin. Xuddi ulli nimalarimizni, qizlarimizni ko'ynaklarini nima qilgan holda, modasini olgan holda tikib qo'yibdilar yine. Bir de 160 ming so'mdan yine oppoq yubkasi ve üstünde abman kahili koftası bilan birgalikda. 200 ming so'mdan. Bu mesela yine chiroyli yubkasini qaranglar, mana yubkasini. Ajoyib. İçinde yana narsam bor, buni ichini ko'rsatmaydi. Podipniklari bilan birgalikda yine. Qaranglar. Dim xo'shray bo'lgan yubkasi bilan koftasi birgalikda 200 ming so'mdan bo'ladi ekan. Gelip ulgurib olib qolinglar, buni ko'rganlar darrov kelib oladi bu dvoykalarni. Ha, troykami bu yana? Ha, troyka, uzr, qizlajonlar. Bu troyka ekan, ichinde mayichkasi bor ekan, ustunda kapron, koftasi bor ekan. Koftasini o'zini nejniligini qarang. Ibellari kurjvola bilan ishlangan. Troykasi 200 ming so'm bo'ladi ekan. Uspet etib olib qolinglar. Keyin bir yerda yana bam troyka hisoblanadi ekan yine. Troykasi 220 ming so'mdan. Buni ham nejniligini qaranglar. Degan nejniy svetlarda. Xohlasangiz maktablar ham gizib beraversangiz bo'ladi buni. Hali maktablar gap topmaydi, gap topmasa kerak bunga. Keyin bunda jinsi, yengli kalta, kostyumchiki hamda içinde ko'ynaklari. Pastni ko'rib chiqadigan bo'lsak, pastda har xil turdagi ajoyib materiallarda jinsiviy, jinsini yubqa xillari. 100 ming so'mdan bryuklari. Bunda shortikchalari bor 80 ming so'mdan. Bunda o'g'il bolalarimizni ham unutmagan holda 110 ming so'mdan har xil bryuklar bor. Bu yerda birinchi sinfdan, yine qora svetini olaman desangiz, birinchi sinfdan to 5-6 sinfadın bo'ladigan bryuklarimiz bor. Aylanishmalara, nimalara chiqqan vaqtida giyish uchun boshqa svetdagi bryuklarimizni ham topishlaringiz mumkin o'g'il bolalarimiz uchun chalurlari yine. Bundan troykalarimiz bor ekan, yangi oqini ko'rsatganimmi, rozoviy sveti. Qaranglar, har xil svetlari bor. Razmerlar ham tomini 13-12 yoshadın bo'ladigan qizlarimiz uchun bemalol razmerini topishlaringiz mumkin. Bu ko'chada ko'rsatgan ko'ynaklarimizdan imbasa shalapalari bilan ko'ynaklara qaranglar. O'zini modniy shalapasi hamda ko'ynaki 140 ming so'mdan bo'ladi. Modniy bryukchasi bilan koftasi, yengsiz koftasi modniy qizlarimiz uchun bu. Modniy kichkina qizaloqlarimiz uchun 120 ming so'mdan. Bularning yine har xil svetlari bor. Razmerlari menimcha bu 1-2 klasslara dungan bo'ladi. Keyin bunda 120 ming so'mdan yine bu pastindi kletka. Buni yuqorisi kletka, pasti oqadi. Buni yuqorisi oq, pasti kletka variantdagisi bam 120 ming so'mdan. Yine eldinda jemchiq munjiqlari bilan birgalikda qaranglar qizlar. 80 ming so'mdan har xil turdagi koftalarimiz yine. Bularning ranglarini o'zlaringiz saylab olaverasizlar. Har xil turdagi qaranglar, bir-biridan xo'shay bo'lgan bunday lasinachasam bor ekan, lekin kolxotkilarimiz 25 ming so'mdan. Her xil turdagisini xohlaganlaringizni xarid qilishlaringiz mumkin. Bu yerda esa o'g'il bolalarimiz uchun futbolka shortiklarimiz 110 ming so'mdan. Bu yerda esa har xil turdagi shapkalarimiz, shlyapalarimiz 15 ming so'mdan to 30 ming so'mdan kichkinalarimiz uchun undan ham arzon. Keyin sumkachalarimizni ko'radigan bo'lsangiz, har xil turdagi chiroyli sumkachalarimiz 25 ming so'm, 28 ming so'mdan bo'ladi. Krasovkalarimiz keyin
bu basanoşkelerimiz, tufliçelerimiz karidan bolsak, bular 70 min, 80 min, 90 min ve 100 min somadın boladı. Bir de kızlarımız için, yani unutma halda 12 min somdan yine her xil turdagi briloklarni, abadoklarni 15 min somdan yine, keyin zakolkalarni, har xil chiroyli turdagi rezinkalarni xarid qilishlaringiz mumkin. Bu stoykadagi vajlarimizni ko'radigan bo'lsak, yine bu ajoyib materiali bir yuvaldan shuva döküleden, kiri döküleden short ichalarimiz bemalol baqchaga kiyzaverasizlar 60 ming so'mdan. Keyin bir de futbolka short ichalarimiz bor 110 ming so'mdan. Bularni ham har xil svetlari bor. Keyin mayka shortiklarimiz bor. Mayka shortikchalarimiz bor. Bular 30 ming so'mdan bo'ladi. Keyin yine bir yerdagi kichkina chaqaloqlarimizni modniya etib qo'yish uchun 55 ming so'mdan har xil turdagi troykalarni ham xarid qilishlaringiz mumkin. Qoda qoyimlar ham olishlaringiz mumkin. Har xil turda bir yerda qoda qoyimlik kiyim-kechaklarimiz ham bor yine. Biri-birinden chiroyli bo'lganlarini kelib ko'rishlaringiz mumkin. Keyin qizlarimizni ham unutma holda qaranglaman arkasini quyoncha. Bular 55 ming so'mdan içinde futbolkasi bilan içinde ise şu uzun lazımı bo'ladi. Bo'ygacha bo'ladi bular yine. Lasinasi. Birgalikda 55 ming so'mdan kelib olishlaringiz mumkin. Keyin shortikchani o'zi alohida bu 20 ming so'mdan yine. Doshlarini qaranglar. Bu esa 50 ming so'mdan. Chiroyli. Yine bir anda qo'limni olib ko'rsatib bering. Kichkina qizaloqlarimiz uchun 1-2 yashar qizlarimiz uchun 50 ming so'mdan kachествоsi juda ham yaxshi bo'lgan short ichani xarid qilishlaringiz mumkin. Yubkalarni ko'ringlar, yubkalar. 30 ming so'mdan. Yana har xil turdagisi. Biri-biridan xo'shray bo'lganlar. Yana bir yerda bundan tashqari qoda qoyimlik ham har xil turdagi narsalarni xarid qilishlaringiz mumkin. 65 ming, 80 ming, 90 ming so'madan bor. Keyin kichkina qizlarimiz uchun ham ichki kiyimlarni xarid qilishlaringiz mumkin. Kolxotkilarni, noskilarni, ya maktab uchun belaridan, dizlaridan turadigan noskilarni xarid qilishlaringiz mumkin. Kolxotkilarni xo'shray bu. Yine mini variantdagisini ham ko'rishlaringiz mumkin. Xohlasangiz yeni kalta variantda, mini variantda razmerlari har xil bo'lganlarini xarid qilishlaringiz mumkin. Bolajonlar uchun chiroyli kiyimlarni, ham arzon, ham sifatli kiyimlarni qidirib yurgan yurtdoshlarimiz bu videomizni esa yuborib qo'yinglar. Bizlardan esa like'larni oyamanglar.